Sizni ballingiz necha IELTS? O'zimni ballim 8,5. Level shuni tengmi hozir? Ikkalamiz Teacher. Va uni shogirdi 8,5. Qanaqa bo'ldi? Ilgari ham topshirganmisiz? 3 yoki 4 oy o'qib, topshirganda 6,5 olganman. O'z maqsadim 8 bo'lgan. 8,5 sizga nima berdi? O'z boshida ham ishongan skillim, eng ishongan skillim speaking bo'lgan. Lekin oxirida speaking eng katta o'sha disappointment bo'lib qoldi. Qay darajada muhitni to'g'ri tanlaganman deb o'ylaysiz endi? O'z atrofimda unaqa partner ko'p emasdi, masalan, doim practice qilib beradigan. Shu gruppadoshlarim bilan o'quvchilarda ham mustaqil o'rganish qobiliyati kuchliroq. Retoikda ball ko'tarilishi ham xushib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Albatta. Qanaqa qilsak, mana shu 8,5 ga olib borsak bo'ladi. Birga ustoz formulasini bersak. Hammaga salom, sizlar bilan Imcast. Bugungi podkastimiz mehmonlari Teacher Aziz Botir hamda IELTS 8,5 ball egasi Gulruh bo'ladi. Bugun biz Gulruhning ballini muhokama qilamiz. Gulruh, qachon boshladingiz, qancha vaqt o'qidingiz va qanaqa qilib 8,5 oldingiz? Assalomu alaykum. Shu IELTS boshlashimda adashmasam avgust o'rtalari yoki sentyabrga yaqinroq payt boshlagandim. Keyin shu iyun boshida topshirdim. IELTS ustozingiz Aziz Botir teacher. Aziz Botir teacher sizda qancha vaqt o'qiganlar? Gulruh boy o'zi aytganday, avgust oyida kelgan, 2025-yil avgust oyida kelgan va 8,5 ni iyun oyida olgan. Men iyulda. Sizni ballingiz necha IELTS? O'zimni ballim 8,5. Ikkalamiz Teacher. Va uni shogirdi 8,5. Level shuni tengmi hozir? Teng. Yaxshi. Qanaqa bo'ldi? Ilgari ham topshirganmisiz? Harakat, dastlabki General English, maqsad 8,5 bo'lganmi? Yo, kutilmagan ballmi bu? Yo, kurashilgan ballmi bu? Qanaqa? O'zi ingliz tilini adashmasam 8-sinfimda boshlagandim. U ham qattiq tayyorlanish bilan bo'lmagan. Boshlab ko'rganman, kursga borganman, keyin progress yoqmaganda o'sha uyda o'zim o'qisam yaxshiroq deganmanda. Grammatikada o'sha ikkita kitob bo'lardi, qizil, ko'k, Essential Grammar in Use. O'shani video darslardan ko'rib yoki o'zim bitta tomonda tasklar bo'lardi, bitta tomonda explanation, o'sha qoidalar bor, o'shalardan qarab endi tugatganman ikkita kitobni. Keyin shu 24-yil adashmasam kelib Imperialga test topshirganman va Mr. Davron o'sha IELTS intensiv kurslarga qabul qilingandim. 3 yoki 4 oy o'qib topshirganda 6,5 olganman. Keyin shu safar Mr. Aziz Botirda kurslarga yozildim. Shu yozda, o'tgan yozda. Keyin shu imkoniyatlarni qanaqa baholagansiz? Baribir o'quvchilaringiz o'zi bilasiz, ancha vaqt baholash oldida o'sha dars o'tgansiz, mo'klab bo'lgan. Qanaqa baholagansiz Gulruhning imkoniyatlarini? Iqtidorli talaba ekanligi bilinardi endi student sifatida. Lekin umuman o'zini personality jihatdan boshida yaxshi bilmaganman. Keyin darslarda o'zini ko'rsatishi, darslar davomidagi progress, mana bunday oylar davomida olingan testlar natijasida o'sha namoyon bo'lgan, shu salohiyatli, potensiali baland student ekanligi. Bitta savolimiz ochiq qoldi Gulruh. IELTS 8,5 ball bu kutilmagan natijami yo maqsad qilingan natijami? O'z maqsadim 8 bo'lgan. 8 olgandan keyin shu shans ko'rganman 8,5 qilish mumkin bo'lishini. Keyin shu 8 olgansiz, 8,5 qilish mumkin bo'lgan. Bu qanaqa sodir bo'lgan? Speaking ham ozgina pastroq bo'lib qolgandi. Keyin shu teacherim takliflar bilan o'sha EORga apply qilganmiz. Shu bilan ozgina ko'tarilib 8,5. Qaysi ballingiz ko'tarilgan yo'da? Speaking. Kutilmagan o'sha C2 darajada sizga nasib qilgan. O'zi umuman bu journeyda eng sizga ilhom bergan jihat qaysi bir bo'lgan? Masalan, 6,5 ball bilan siz yoshingizda u vaqt menimcha 17 ham bo'lmagansiz. 17 yoshingizda 8,5 olyapsiz. Motivatsiya nima? Sizga yuqoriroq ball kerak bo'lganmi, avtoritet kerak bo'lganmi? Mr. Aziz Botirning kurslarga yozilganda 8 olaman deb o'zi boshlagandim, eng boshida ham. Keyin o'sha vaqt o'tib, progress ko'rib, keyin teacherim qanaqadir ishonch bildirganlar, baribir shu you'll get 8 deb. Shu bilan bilmadim, give up qilgim kelmadi o'rtada. Yo'q, o'zi odamga 8,5 nima beradi? Psixologik jihatdan ko'raylik, 8,5 sizga nima berdi? Bilmadim, self satisfaction balki bo'lgandan keyin
o'zim bilan ancha satisfied bo'ldim. O'sha baribir qilgan mehnatlarim baribir pay off bo'ldi, o'sha ko'rindi oxirida. Shu. Siz ko'ra olganmidingiz o'sha mehnatlarning samarasini? Mana bu hozir aytyapsiz-ku, temperamentga qaysidir ma'noda bog'layapsiz. U darsda to'liq baho berib bo'lmaydi, baribir o'quvchini o'zini shaxsiyatidan kelib chiqadi, kimdir o'zini ko'rsatishini qisman bilasiz yoki bilmaysiz. Shu jihatdan nima fikr bildirasiz? Ochig'i mana hozir temperament muhim, ya'ni temperamentda faqatgina u ichki holat emasda, o'zi aslida o'shani qanday namoyon qilishi ham muhim. Misol, berilgan topshiriqlarga qanday yondashyapti, o'zi qanchalik darajada sabrli, bardosh yetadimi, o'ziga nisbatan intizomlimi, yo'qmi, o'sha narsalar Gulruhda bo'lgan. Misol, berilgan topshiriqda katta kichikligiga qaramasdan to'laligicha bajara oladigan studentlardan bittasi bo'lgan. O'sha narsada agar misol maqsad kattaroq qilinsa, o'sha narsaga yetadigan darajada harakat qila olishini bilganman o'sha paytda. Hozir qancha bunaqa situ darajadagi o'quvchilaringiz siz? Bunday darajadagilar endi hozir situ darajada hozir birdan topshirib oladi. O'zingiz shaxsan yetishtirib chiqargan. Gulruh birinchi. Zo'r natija, bu birinchisi. 8,5 bilan birinchisi va undan keyin yana boshqa o'quvchilarimizdan ham surprizlarimiz bor. Inson har doim nimagadir birinchi marta erishganda umuman birinchi boshqacha his tuyadi o'zida. Siz nimani his qildingiz? Menda umuman o'zimda ko'proq yordam bera oladigandek his qildim boshqalarga. Mock natijalarini ko'rgansiz oldindan. IELTSda chiqqan balni ham ko'rgansiz, to'g'rimi? Ko'rganman. Mocklarda lekin umuman o'zi ham aytganman, o'zimiz ham ko'rganmiz. Biron marta over 8 ham olmagan mock natijalarda, lekin o'sha narsa qo'lidan kelishini bilardim. Hozir ham misol uchun o'quvchilarimiz mocklarda yaxshi performance ko'rsata olmasa ham, lekin aslida uni salohiyatini o'qituvchi sifatida sezasiz yoki umuman o'zini qanday xarakterga ega o'sha narsani eplay oladigan darajada sabrlimi yo'qmi, qo'lidan keladimi, o'sha narsaga qarab o'quvchida nimadir ko'ra olasiz. Kimnidir manzili 7 bo'lishi mumkin, kimdadir 7,5, kimdadir 8, kimdir esa o'ziga umuman limit qo'ymaydigan darajada misol ishlay oladigan salohiyatga ega bo'ladi. Gulruh ikkita deyarli bosqichda imtihonni o'tkazdi. Baribir xato kamchiliklarning ustida ishlagansizlar, to'g'rimi bu yerda? Masalan, bitta writingda balni ko'tarish uchun qolgan skilllarni qay darajada to'g'ri olib keta olgan yoki bo'lmasa speaking hammasida ishlash, xatolarni to'ldirish кейslariga to'xtaylik. Gapirib bering mana shularni. Asosan menimcha ko'ngli to'lmagan skilllar da o'ziga nisbatan ko'ngli to'lmagan bo'lsa ham, lekin o'sha skilllarda ham yomon natija ko'rsatmagan. Siz o'zingiz nima deb o'ylaysiz? Qaysi nuqtaga ko'proq e'tibor bersangiz, qolganidan xavotir qilishingiz kerak bo'lmagan? O'zi boshida ham ishongan skillim, eng ishongan skillim speaking bo'lgan. Lekin oxirida speaking eng katta o'sha disappointment bo'lib qoldi. Shu boshqa skillam orasida. Reading, writingdan qo'rqardim doim. Ayniqsa writing eng weak pointim bo'lardi. Shu writing umuman ishonmasdim. Keyin writing balingiz? Writingdan 8 chiqdi. Mocklarda ham doim 6,5 chiqardi. O'sha writing balim stabilni 6,5 edi doim. Va o'sha oxiriga kelib to'liq hopeless bo'lib qolgandim. Baribir shu 7 chiqishi ham dargumon degandim. Keyin imtihondan ozgina oldin bitta mock topshirganimda birinchi marta o'sha paytda writingni 7 olganman. O'shanda keyin balki ekzamda ham yaxshiroq yozsam 7 chiqishi mumkin deb o'ylaganman. Hozir mana shuni bitta narsani ko'pchilikda kuzatganman-da, imtihonlarni zo'r bajardim, savollar yaxshi edi deydi-da, bali past chiqib qoladi. O'zidan ko'ngli to'lmaganlarni natijalarni yaxshiroq chiqqanini ko'rganman. O'ziga nisbatan doim inson tanqidiy bo'lganda muvaffaqiyatga erishadimi? Menimcha shunaqa, chunki o'zimdan shu experienceimda ham shunaqa bo'ldi. Shu reading, writingdan eng ko'p qo'rqib, shularga eng katta e'tibor qaratgan bo'lsam, ular shu kutmaganimdan ko'ra yaxshiroq chiqishdi. To boshlaganingizdan 8,5 gacha bo'lgan nuqtadagi sizga yordam bergan eng yaxshi uchta keys. Shu disiplina eng muhimi menimcha. Shu consistency bilan oxirigacha borish, chunki o'rtada juda ko'p qiyinchiliklar bo'ladi. O'sha umuman progress ko'rmaydigan payt bo'ladi. O'sha qancha ustida ishlasa ham o'sha skor umuman ko'tarilmaydi.
Reading 8,5-9 qilishim kerak degan, lekin shu 7,5 dan umuman ko'tarilmagan. Disiplina bilan har doim ishlagansiz. Disiplinada ishlaganman. Menimcha shu receptive skilllar o'zi oldin stabilni bo'lib turib, keyin ishlayversangiz birdaniga ko'tarilishi mumkin. Shu to'xtamaslik kerak asosiysi. Endi tasavvur qiling, mana siz 8,5 holdersiz bu yerda 6,5 balli o'quvchiga sizdan feedback berilishi kerak. Qanaqa yondashish kerak? Nimalarni aytgan bo'lardingiz unga? Tahlil qilardingiz albatta uning imkoniyatlarini, lekin mockga kirishdan oldin nimalarga ahamiyat qaratishni aytgan bo'lardingiz? O'zi har bitta skillni, masalan, shu listening qilib yoki reading qilib, writingda reading ham writing qilib, speakingda ham to'rttalasini qilib oshirsa bo'ladi. Men hamma skillga yondashadigan o'zini o'sha metodlar yoki texniklari bor va o'sha to'g'ri yo'ldan ketib, oxirigacha borsa, progress ko'rinadi. Rezultat ham ko'rinadi, o'zi xohlagan. Umumiy ikkita imtihon topshirgansiz. Qay darajada muhitni to'g'ri tanlaganman deb o'ylaysiz endi? Baribir self studyda boshlagansiz, General Englishni qayerda o'qigansiz? General English bo'lmagan shekilli, shu grammatikani o'zini o'qib keyin kelganman. General English self study demak. Keyin IELTSda boshlanishicha shu Mr. Devon kurslarida 2024-yil adashmasam 3-4 oy o'qiganman. Sizni natijangiz hozir daraxtda pishgan meva deydi. Uni ekib, suvni vaqtida qo'yib, parvarishini yaxshi qilib, endi meva berish o'zingizga bog'liq bo'lib qolganda. Muhit qanchalik yaxshi, to'g'ri tanlaganman deb o'ylaysiz? O'z atrofimda unaqa partner ko'p bo'lmasdi. Masalan, doim practice qilib beradigan. Shu gruppadoshlarim bilan qo'limdan kelgancha anaqa speakingda ham practice qilardim yoki boshqa skilllarni ham, lekin uyda ayam ingliz o'qituvchisilar, balki o'sha ham ancha katta ta'sir qilgandi. Osonroq shu til bilan ishlab keta olishimga. Hozir 17 yoshingizda 8,5 ball. Birinchi ballingizni necha yoshingizda olgansiz? 16 shekilli. 16 yoshingizda. Hozir IELTS balli haqida gap ketayotganda o'sha ko'pchilik hayratlanadi ham, hayratlanmaydi ham. Bu yo'nalish mehnatini biladiganlar hayratlanmay qoldi. Shunchaki uni eshitadiganlar esa umuman boshqacha dunyoqarashga ega. Endi yoshga bog'laydi buni. Yosh 7,5, 8, 9 situ oladigan, yoshda degan yosh faktoriga qaraydi. Yosh kattaroq degan, uni tajribasi ko'p deydi. U qanchalik ahamiyatli o'zi? Umuman IELTS testi faqatgina mana bu til bilish darajasi emas, uni qanday meni fikrimcha u mindsetni ham tekshiradigan test deb o'ylayman. Shu uchun uni yuqori natija qayd etadigan har bitta odamda o'sha yuqori natija olish uchun kerakli bo'ladigan o'zini xislatlari bor. U yosh odamlarda ham bo'lishi mumkin, yosh kattalarda ham bo'lishi mumkin. Buni men ko'proq yoshga bog'lamagan bo'lardim. Bu tajriba bilan ko'proq bog'lanishi kerak. Lekin odatda o'ylab qarasangiz, chindan yosh kattalarda tajriba ko'proq bo'ladi, hayotiy tajriba. Lekin bu ko'proq dunyoqarashini o'stirish uchun nimalar qilgan, qanday kitoblar o'qigan, kimlar bilan suhbat qilgan, qanday muhitda katta bo'lgan, hammasini jamlanmasi va o'sha odamning o'zida qanday harakat bo'lgan, nima narsa qila olgan, o'zini ustida qanday ishlay olgan, shularning jamlanmasidan kelib chiqib olinadigan natija. Mindset endi sizdan so'raylik, uni qay darajada to'g'ri yo'lga qo'yilgansiz? Bu konsistensiyadan umuman boshqa narsa, davomiylikdan umuman boshqa narsa. Uni yodlash bilan, lekin tafakkur qilish ikkalasi ikki xil narsa, to'g'rimi? Tafakkur qobiliyati qanaqa shakllangan sizda? O'zi boshidan, masalan, writing yozishda ham ideyalar keladigan bo'lsa, mindset bilan bog'liq narsa bo'lsa, ideyadan qiynalmasdim, lekin baribir shuni yaxshiroq oshirish uchun shu o'zim o'qigan kitoblarim bo'lardi. Ingliz tilida o'qimasdim uncha tez, lekin rus tilida o'qirdim yoki har xil mavzularda, o'zimga qiziq bo'lgan mavzularda artikellar o'qirdim. Bu ham baribir qanaqadir ta'sir qilgan bo'lishi mumkin. Shu mindset o'ziga. Siz tanlagan yo'nalish, siz tanlagan o'sha o'quv markazi deymizmi, o'qituvchi deymizmi, yoki atrofingizdagi o'sha darslarning tashkil qilinishi, praktik hammasi yoki markaziy muhiti bularni ahamiyati bormi, yo'qmi sizningcha? Ahamiyati bor deb o'ylayman. Shu imperial tanlaganimda afsuslanmaganman, chunki baribir environment o'sha sizni ballingizda 0.5 qismi bormi o'shani hissasi? Ballingizda masalan markazda aynan.
anchagina bor deb o'ylayman. Chunki o'zi tekshiruv supportlar bilan boshlangan. O'zim ham unaqa 8.5ga olishni xohlardim, lekin unaqa juda ham ishonchim komil bo'lmasdi. Chunki ancha uzoq tuyulardi u yo'l baribir. Shu keyin kelganimda tekshiruvchi so'raganlar qanaqa skor olmoqchisan, o'sha desired scoring nechi deb, o'shanda 8 yoki 8.5 degandim. Shunaqa ishonib aytganlar. O'sha olasan, o'zi harakat qilsang, o'zing xohlasang, o'zing ishonsang olasan deb. Shu o'ziga ishonish, baribir o'sha to'g'ri support, to'g'ri odamlardan support baribir ancha katta rol o'ynaydi menimcha. Faqat o'sha supportda, to'g'rimi? Yo boshqa faktor yo'qmi? Masalan, uni time management, energy management, o'ziga o'zi vaqt ajratishi faqat support bilan cheklanib qolmaydi-ku. O'zi yuqori natija oladigan ko'p studentlarning hammasida o'ziga nisbatan talabchanlik kuchli bo'ladi. O'sha narsaga nisbatan o'ziga ishonchi ham baland bo'ladi. Meni fikrimcha qaysidir ma'noda o'sha yuqori natija qayd etadigan o'quvchilarda mustaqil o'rganish qobiliyati kuchliroq. Misol to'g'ri guidance berib, to'g'ri yo'nalish berilsa, o'sha atmosferaga tushib, o'sha narsani tortib ketish ham bir qobiliyat. Mana shunday qobiliyatga ega bo'ladi deb o'ylayman shu. 8.5 ball egasi Gulruhni vaqt va energiyasi sarfi qanchalik maromida? U qanchalik joyida, uni qanchalik nazorat qila oladi Gulruh? Shu IELTS topshirishdan oldin agar shu kun tartibini keladigan bo'lsak, juda messed up edi. Umuman, masalan, qachon uxlayman yoki qachon shu to'g'ri masalan kun tartibi bo'lmasdi, o'shanga follow qilmasdim umuman. Chunki bitta practice qilib, bitta o'sha full test qilgandan keyin, analiz qilgandan keyin nimadir qilishim kerak bo'ladi. Masalan, writing yozishim kerak, unaqa qilishim kerak. O'sha joyida o'sha plan tuzib, o'shani qilib ketaverardim. Va unchalik ham to'g'ri o'sha rutinga follow qilmaganman menimcha baribir. Topshirgandan keyin ancha o'zgardi. O'sha ko'p katta qismi o'sha problemlar ancha ketdi. Masalan, o'sha o'ylaydigan, o'sha kelayotgan imtihonim bor yoki nimadirlar yo'q. Shu. Menimcha siz bu yerda ovqat yemay qolmagandirsiz. O'quv markaziga kelmay qolmagandirsiz. Hamma narsa vaqti-vaqtida bo'lgan. Faqat time managementda ko'proq vaqtingizni nimagadir bag'ishlagansiz, to'g'rimi? Hozir ikkita mana dunyoqarash bor. Vaqtni to'g'ri sarflash va energiyani to'g'ri sarflash. Sizda qaysi biri to'g'ri sarflangan? Ya'ni balansi qanaqa bo'lgan sizda buni? Endi o'sha strategiya to'g'ri qo'yilsa, keyin maqsad aniq bo'lsa, bilmadim, shu to'g'ri yo'lda ketilsa kerak baribir ham. Masalan, aynan qaysi paytda nima qilish kerakligini bilish, o'sha nima qilsa progress bo'lishini bilish, nima qilsa o'sha ishlashi, qaysi yo'l bilan borish, aynan qaysi texnikalar, masalan, skilllarda qilish. Shu vaqtni bekorga ketkazdim deb ayta olmayman menimcha. IELTS 8.5 ball sizga xo'p o'ziga bo'lgan o'sha zavqni berdi, yana nimalar berdi? Qanaqa rag'batlantirildingiz? Ota-ona, uydagilaringiz qanaqa qabul qilishdi? Atrofdagilar, ustozingizni ilk natijasi bo'lsiz 8.5 ball bilan o'quv markazingizda menimcha kamdan kam natijalarda birsiz. Qanaqa bo'ldi bu jarayonlar qabul qilinishi? Uydagilar men juda ham xursand ketishdi, chunki birinchi ularga aytganman 8.5 bo'lganda. Eshitganda. Keyin birdaniga tekshiruvga tashlaganman. Onlayn juda bilingan xursandliklar. Tekshirish olgansizmi yo'qmi? To'g'risini ayting. Albatta, misol ko'p mana skilllarida e'tibor qaratadigan bo'lsak, hatto ayrim joylarda ustozlar uchun orzu bo'lishi mumkin 8.5 olish. Sizda necha bo'lgan? Taqqoslaganda Gulruh bilan ballarni? Qaysi yo'nalish yuqoriroq chiqadi? Hozir sizda ham 8.5, Gulruhda ham. Gulruhda speaking da ozgina balki bu nohaqlik bo'lgan bo'lishi ham mumkin deb o'yladi. Misol va men imkoniyati undan balandligini ham bilardim. Misol 7 emas, o'shandan baland chiqishini, shu uchun mana bu taklif berildi. Shu EOR topshirish, ya'ni rezultatni qayta ko'rish. Taklif so'raldi, o'zida xohish borligini bildik, berdik o'sha arizani. Retake'da ball ko'tarilishi ham, tushib ketishi ham mumkin, to'g'rimi? Albatta. Urinib ko'rishni taklif qildingiz. Retake'da misol siz qayta topshirasiz, menimcha bu 7 olish bu eng minimal deb ishonganman o'sha narsaga. Ishonchim komil bo'lgan, shundan baland qila olishiga.
va expected score bo'lgan ochig'i 8,5. Eng kami 8 bo'lishiga ham ko'zimiz yetgan. O'zini ham, meni ham ko'zim yetgan. Yo'q, bunaqa natijalarni, bunaqa maqsadlarni qanaqa qo'yib tashlabsizlar masalan? Shunga yarasha potensial. Misol 8 olgan o'quvchilarim juda ko'p bo'lgan, lekin 8,5 birinchi marta. Mana o'quvchilarda hamma 8 plus oladigan o'quvchilarda bor xislatlarda hammasi bo'lgan. Misol kimdandir tabiiy qobiliyat bo'ladi, o'rgatilgan narsani juda tez hazm qilish qobiliyati yoki uni chiqarish, namoyon qilish qobiliyati kuchli bo'ladi. Lekin ularda misol uchun intizom bo'lmaydi. Men Gulruhda o'sha intizomni ham ko'rganman. Va shu maqsad qo'yilsa o'sha narsa uchun yetarlicha harakat qila olishi aniq bo'lgan. Shuning uchun ko'zim yetgan, misol 7 dan 6,5 olib qolsa-chi o'sha joyi degan narsa bo'lmagan. Mana shu narsa qo'yilsa 9 ga erisha oladi degan narsa bo'lgan shu narsada. Teacher va uni shogirdi hozir 8,5 gacha bo'lgan yo'lni strategiyasini, o'qitish davrini siz bilasiz, uni ijrosi, o'zini ko'rsatish Gulruhda keling formula tuzaylik. Qanaqa yondashiladi, uni qanaqa chiqaradi, nimalarga e'tibor qaratish kerak va qanaqa qilsak mana shu 8,5 ga olib borsak bo'ladi. Sizlarda bu tajriba bilan o'tdi. Birgalikda ishlangan, birgalikda erishilgan deb baholasak bo'ladi. Birga ustoz formulasini bersak. Endi aniq har bir shaxs uchun mana shu formula ishlaydi deb ayta olmayman. Chunki ishlashi mumkin bo'lgan ishlashi formula. mumkin bo'lgan narsa bu kerakli bo'lgan, misol uchun odamning o'ziga nisbatan bo'lgan talabchanligi deb faqat aytmasdan, o'zi umumiy bo'lgan jihatlar bor. Har bitta 8 dan baland natija ko'rsatgan studentlarimizda umumiy jihat bor. U qanaqa jihat, umumiy bitta jihat? Birinchi navbatda men fikrimcha ular ingliz tilini shunchaki yaxshi ko'rib qolish kerak. Shunchaki yaxshi ko'rib. Ya'ni kun tartibida ingliz tilini roli kattaroq bo'lishi kerak. Faqat men 9 olaman yoki 8,5 olaman deb ishlaydigan o'quvchilar odatda yo 7 oladi yoki 7,5 oladi. O'shandan potensialni o'stira olmasligi mumkin. Demak, ishtiyoqni olamiz, bu ham kerak, bu ham bitta faktor. Ikkinchisini qo'yamiz Gulruh. Ishtiyoqsiz bo'lmaydi, lekin ishtiyoq bilan ham bo'lmaydi. Shu bilmadim. To'g'ri yo'lda ketish menimcha give up qilmasdan shu Intizom. Bu yerda intizomni qo'yamiz. Ishtiyoq va intizom. Sabr. Ishonchni qo'sha olmaymiz. Siz doim ishonmagan mavzuga dedingiz. Ko'p o'rtada o'xshamay qolsa-chi yoki shu baribir o'zim xohlagan nimadir baribir past chiqib qolib shu obrog'imga ta'sir qilsa deb baribir aniq qilardim. Chunki aytganimdek skorlar unchalik stable bo'lmasdi. Shuning uchun aniq ishonib kirmaganman imtihonda ham. Kirganimdan keyin ham shunaqa juda ham yomon outcome kutganman. Teacherga ham so'raganlarda qanaqa qilib yaxshi deya olmaganman. Shu yaxshi shekilli, unaqa yomon emas deganman. Shuning uchun shu rezultat ochganimda ham o'zimga ham shu hayron qoldiradigan tomonlari ham bo'lgan. Shu. Demak, formulaga ishtiyoqni qo'yamiz, intizom qo'yamiz. Qaysi birini sizni boshqarish, olib ketish, to'g'ri balans ushlash qiyinroq bo'lgan? O'rtada tanqis bo'lgan baribir shu 1 yilchalar shekilli sferasini qaytmaganman boshqa shu. Xo'p, nima qaytargan unda sizni? Bilmayman, shu vaqt o'tib baribir shu retake qilishim kerak. Balki o'sha potensialim kattaroqdir, o'sha 6,5 dan ko'ra shu give up qilib qo'ysam agar to'g'ri bo'lardi deb o'ylaganman. Va to'g'ri o'ylagan ekanman shu paytda. To'g'ri qilganman shu IELTSga qaytib. IELTSga qaytib to'g'ri qilgansiz. Qaytmaganingizda nima bo'lardi 6,5 ballingiz bilan? Bilmadim, baribir o'ylayman vaqtiga o'sha xohlagan natijamga baribir erishardim. Hozir bo'lmasa ham keyinroq. Demak, qilsa bo'ladi. Shuni bajara olsa bo'ladi. O'quv markazini masalan hozir eng katta yutuqlardan bittasisiz. Siz ham eng katta yutug'ingiz deb aytishimiz mumkinmi? Bu o'quv markazi bir-biringizga yutuq bo'la olasizlarmi? Albatta. Qanchalik? Bilmadim, o'quv markazi o'sha shu intizomi, o'sha baribir o'qituvchilarning eksperiensi, shu o'quvchilarning rezultatlari ham tortgan o'sha boshida ham va umuman afsuslamaganman. Shu imperial tanlaganimda, shu orzularimga yetishda imperial tanlaganimda afsuslamaganman.
aytishimiz mumkin, hozir 8,5 ballga egasiz. Biz ko'rib turgan, xayolda savollar o'tayotgan, ishtiyoq hammada ham bo'lmaydi. Hamma ham bir xil mukofotlantirilmagan bunaqa qobiliyatlar bilan yoki bo'lmasa hamma bir xil emas degan xayollar bo'ladi, lekin bu yerda bir o'rganish xohlasa, ishtiyoq kuchli bo'lsa, intizom kuchli bo'lsa, buni chiqarsa bo'ladi, to'g'rimi? Bilmadim, endi talant demagan bo'lardim. Demak, buni talantga bog'lamaysiz bu natijani. Til o'rganish menimcha qaysidir tomonlama kimgadir oson bo'lishi mumkin. Masalan, bitta tilga o'sha tilni o'rganish, lekin shu katta qismi talant demayman, ko'proq shu mehnat, baribir o'zini ustida ishlash, shu weak pointlarni ustida ishlash, maqsadga to'g'ri ketish eng asosiy faktorlar va xohlagan odam baribir qila oladi. Shu talant bilan bog'lash kerak emas bu narsani. Teacher, siz o'zingizni fikrlaringizni ayting. Mana o'quvchingizni ko'rdingiz, bu sizga ham yangilik. Siz ham eng zo'r natijangiz bo'ldi, 8,5. Endi bu davom etadimi? Birinchidan yon atrofida birga o'qiganlarni hammasi buni ko'rdi. Bu ham o'z navbatida mana bu u uchun ustoz bo'lish kerak emasligini isbotlab berdi. Muhimi bu utopiya reallikka ko'chdi. O'sha narsa imkoni bor ekanligini isbotlab berdi. Aytganda glass ceiling is broken. Gulruh, siz nima deysiz? Birinchi o'rinda shu IELTS formatni menimcha juda yaxshi tushunish kerak. Chunki o'zim shu 6,5 gacha bo'lgan yo'limda formatni aynan chuqur tushunmaganim uchun ancha qiynalganman. Masalan, savollar ham shu aynan kandidatni shu yiqitish uchun, shu past ball oldirish uchun deb tuyulardi. Shu har xil cheklar, o'sha reading passage'larda o'sha chatlar aynan shunaqa yomon ko'rib ishlardim. Chunki formatni yaxshi tushunmasdim, nimaga o'sha savol qo'yilyapti, shu testakini tekshirish uchunligi. Keyin уже yana qayta boshlaganimda IELTS ancha yaxshiroq tushundim har bir skillni. Shu formatni, shu testning formatini. Keyin shunga qarab to'g'ri yo'nalish bilan, to'g'ri yondashuv bilan tayyorlanganimda ancha yaxshiroq progress ko'rindi. Omad tilaymiz. Biz mana shunaqa natijalar bilan podkastimizni davom ettiramiz. Bunaqa natijalarni ko'pi bilan bunaqa podkastlarimizni davom ettiramiz. Hozircha yaxshi. Hammasi. Rahmat. Rahmat sizga. Ustozga ham. Rahmat.